Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mendan juda ko'pchilik so'rashadi, color grading bo'yicha darslaringiz bering, color grading bo'yicha o'rgating, color grading kadrlarni o'zgartirib yuborishim kerak, color grading yaxshi emas degan ko'p narsani aytishadi. Bugun shu narsaga sal oydinlik kiritamiz, ya'ni color grading qanchalik biza olayotgan videoyimizda yoki qilayotgan ishlarimizda muhimligi bo'yicha. Siz ekranda ko'rib turgan kadrlar ketma-ketligi, bu kadrlarda to'g'ri color grading yaxshi, ya'ni ko'zga yoqimli ranglar bor. Siz bularni ko'rib maza qilishingiz mumkin, lekin bu yerda gap faqatgina color gradingda emas. Tushayotgan svetlar hamda kompozitsiyani ham ko'rishingiz kerak. Agar sizda yaxshi svet va kompozitsiya bo'lmaydigan bo'lsa, sizga Onyx Pro, Super, Muper, Pro Max koloringiz kelib turib ham kadrlaringizni o'zini holatiga chiroyli qilib keltirib bera olmasligi mumkin. Ya'ni siz xohlayotgan vizualni chiqara olmasligi mumkin. Shuning uchun kelinglar bugun mana shu haqida gaplashamiz. Ya'ni kadrlar olingan исходниклар color grading berish uchun qanchalik muhimligi haqida. Xo'p, birinchi kadrimizga keladigan bo'lsak, ko'rayotgan kadrlaringda siniy ranglar, to'q siniy ranglar va so'roq ozgina kadrimizda bu yerdagi tushib turgan chiroqlar ham aynan shunaqa ranglar berilishiga sababchi bo'lgan. Juda ko'p kadrlarni ko'rganmiz, xuddi shu stilda rang berilgan, lekin o'xshamasligi mumkin. Nimaga desangiz, как будто bu svet ranglar detalniy ishlangan, lekin kelvin pasaytirilganga o'xshaydi. Ya'ni bu yerda tushayotgan svetni o'rni juda ham katta. Ya'ni ma'noga qarab turib, mana bu joyda ko'rib turgan narsalar bu yerda faktura deymiz biza. Fakturani yana ham kattaroq qanaqadir ko'rsatsam ham, ozgina quyosh nuriga o'xshagan tushib turibdi mana bu tomonlarida. Bu yoqdan tushayotgan nur boshqa istochnik svetdan qo'yilgan. Bu yoqdagisi esa oynadan tushayotgandek yumshoq yoqimli qo'yilgan va yuzi o'rtasida qora, ya'ni liniya bor. Bu kadrni ajratib olish, ya'ni o'ziga qanaqadir stil berish maqsadida qo'yilgan narsa. Bundan keyin kadrimizda ko'radigan bo'lsangiz, ko'proq fakturalarga e'tibor berganmiz. Bu kreativroq svetga kiradi, ya'ni standart yoki svetlar emas, kreativ svet qo'yilgan, ya'ni ma'no mantig'i o'zingiz yasab olaverasiz. Shunchaki kreativ tarzda qo'yilgan. Bu yerda ham fakturalar juda zo'r ishlangan, siluetda qo'yilgan. Tushunishinglar uchun mana bu ikkala kadr bitta joyda syomka qilinyapti. Ya'ni bir vaqtda syomka qilinyapti. Bu yerda svetni o'rni qanchalik kattaligini ko'rdinglar. Men bu yerda, ya'ni ertalabki tonggi atmosferani bergan bo'lsa, men bu yerda tungi, ya'ni kreativroq chiroq. Bu kadrda ko'radigan bo'lsak, ozgina endi temalarni yana ham yangilaganmiz. Ya'ni bu yerda faqatgina oltin rangni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa siniy aralashgan. Ya'ni umumiy xona atmosferasi ko'k rangda bo'lgani uchun biza ikkita kontrast berish maqsadida ikkita sariq tillarang chirog'imizdan foydalanganmiz. Ya'ni nur sifatida, ya'ni fakturalar sifatida spotlightdan foydalanganmiz. Qo'shimchasiga orqa backgroundga chiroq qo'yganmiz. Ya'ni fonar deymizmi yoki lampa deymizmi, shunaqa chiroq qo'yganmiz. Umumiy xona atmosferasini saqlab qolgan holatda, mana bu chetlardagi ko'k rang saqlab qolgan holatda yuz tomonga chiroq tushmaydigan joyga ko'k rangni atayin tarzda berganmiz. Bu svetni sal haligi tabiiylashtirib olib borgan. Bu kadrda ham xuddi shunday. Bu kadr ham bitta joyda bir vaqtda olinayotgan kadrlar, lekin bu ham ertalabki tonggi variantga oshib ketyapti. Chunki nimaga? Bu yerda butun atmosfera oq chiroq bilan yoritilyapti, keyin rang bilan sal siniy rang qo'shib berilyapti. Xo'p, ko'rayotganlaringdek, ko'p kadrlarda o'zi svetlar joyida qo'yilgani uchun unchalik ko'p color grading kerak bo'lmagan. Juda ko'p not ham ishlatilmagan. Xo'p, bundan keyingi mana masalan kadrda ko'radigan bo'lsak, kadrimizda черно-белый rangda bu yerda chiqayotgan dim odamni silueti kadrga yana ham qanaqadir joziba qo'shgan. Bu yerda rang bo'lmagan, faqatgina chiroyli kompozitsiya, chiroyli kadr bo'lgani hisobiga. Fakturalar bor, dim bilan umumiy holatni ko'rsatib berilgan, qayerdan nur tushib turayotgani ko'rsatilgan. Ranglarda bo'lsa, umuman boshqa narsani ko'rasiz bu yerda. Xo'p, bundan keyin kadrimizda, masalan, mana bu kadrga kelamiz. Bu kadrimizda bo'ladigan bo'lsa, bu kadrimizda ham o'zi mani stilim darkroq, bu o'zim uchun qilingan videolar, qanaqadir birorta kompaniya uchun yoki boshqa narsa uchun qilmaganman, o'zim uchun qilganim uchun hozir o'zimnikidan ko'rsatib bera olmayman sizlarga. Bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda qanaqadir svet ishlatilmagan, sun'iy chiroqlar yo'q, faqat oynadan tushayotgan yorug'lik sifatiga ishlangan.
Faqat bu yerda qo'yilgan kompozitsiya ranglarni, kolobini birgalikda yaxshilab ketgan. Ko'rganingizdek soya ham minimal tarzda tushgan. Yorug'liklar bilan xuddi shunaqa ishlangan. Bu yerda hech qanaqa svet yo'q. Faqatgina, kompozitsiya qo'yganmiz, kompozitsiyaga mos yorug'lik kamera nastroykalarni tanlaganmiz и ustidan yengil rang berganmiz. Katta farq qilmaydi. Ya'ni kamerada olayotgan rangim ustiga ozgincha bezak berilgan xolos bu yerda. Bu yerda ham xuddi shunday. Ya'ni kompozitsion detalnik olingan 1.4 yoki 1.2 obyektiv bilan orqadagi blurlar, orqa fondagi kompozitsiyada biza qora kovrikni qo'yganmiz. Mana bu yerda ko'rib turgan oqqa ozgincha daftarada adashmasam yokida gultoyga bo'lishi kerak, atmosfera berish uchun. Ya'ni qora tomonga qora, qora kovrik, qora yer, qora monitor, oq joyiga oq balans ushlagani mana bularni qo'yib qo'yganmiz. Ko'rib chiqishinglar mumkin. Bu kadrda ham xuddi shu ahvol. Hammasi bu yerda oddiy, tabiiy yorug'lik bilan olingan, faqatgina ustiga chiroyli kolor berilgan. Tabiiy yorug'lik bilan olingan deganimda ko'rishingiz mumkin, "Vau, rang bilan zo'r qolsa bo'ladi" demas. Bu yerda o'zi kadrni yorug'liklarini, ya'ni kamera nastroykalaridan shunaqa tanlaganmiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Endi aytaylik, xuddi shu joyda biz endi svetlar bilan ishlaganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda tilla rangli rang paydo bo'lgan. Bu yerda ham gap color gradingda emas. Color grading ozgina kadrni chiroyli ko'rsatib bergan xolos. Bu yerda tanlagan chiroqlarimizda va chiroqlarni qay yo'nalishda ishlatganimizda. Siz bilishingiz kerak bo'lgan, ya'ni chiroqlarga qo'yayotganingizda detalniy mana shu narsalarni qanaqa qilib ko'rsatib beradi. Ko'pchilik o'ylaydi, bu yerda glow effektini bergan bo'lishadi mana bu kadrlarni ko'rib. Yo'q, glow effektni ham men iloji boricha kamerani o'zida berib ketaman. Ya'ni unga ba'zi bir narsalar qilsak bo'ladi. Ya'ni obyektivni namlatda bilan artsak yokida ustiga qo'lingizni juda past obyektiv bo'lsa, ya'ni diafragmasi qo'lingizga qilsangiz ham shunaqa ranglarni ochib beradi. Buni olayotgan jarayonimizni kadrni ham bu yerga qo'yib ketamiz. Ko'rib olishinglar mumkin. Ya'ni kadr jarayoni qanaqa tarzda olingan. Bu yerda ham asosan qilingan narsa, sizga yoqayotgan narsa kompozitsiya va kreativ kompozitsiyalar qo'pol qilib aytganimda. Shuning uchun sizga bu narsa yoqishi mumkin. Va bu yerda men sizga aytayotgan narsam, ya'ni siz kadr olayotganingizda, mayli chiroq qo'ymasak ham color grading to'g'rilab yuboramiz, xonani o'zini yorug'ligi bilan aytganimizda, bu yerda hisob-kitoblar juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni siz xonada bor yorug'lik bilan olayotganingizda, xonadan devorlar rangi qanaqa ranglar bu yerda ko'p ishlagan. Masalan, meni xonamni devorlarining rangi sera rangda, lekin biza xonani iloji boricha temniy o'zimiz stilimga moslash uchun qoramtir detallar bilan juda ham boyitganmiz. Ya'ni qora kreslo, o'sha qora monitor, ko'riklar ham shunaqa holatda umumiy atmosferani yaratganmiz va biza iloji boricha kamera nastroykalarimiz yorug'likni juda ham past darajada olamiz. Ya'ni kamera nastroykasidagi ISOni juda ham past olamiz. Juda ham yuqori svetini beradi. Chunki ISO butun boshli kameradagi yorug'likka, ya'ni kadrdagi yorug'likka javob beradi va biz butun boshli yorug'likni yopamiz-da, o'rniga biza yuqori svet bilan mana shunaqa kadrlarimizni chiqarib boramiz. Keyin sizga mani o'zimiz stilimdagi dark stildagi ranglar ko'rinishni boshlaydi. Xullas shunaqa, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, siz color gradingni o'rganishdan avval birinchi o'rinda svetlarni to'g'ri qo'yishni, kamerani yaxshilab nastroyka qilib olishni, undan keyin kompozitsiyalarni yaxshilab o'rganishingiz kerak. Mana shundan keyin siz rang berganingizda ranglaringiz o'xshashi mumkin. Ko'pchilik svetlar beradi, tipa mana hozir bizaga default svetlar, ya'ni oddiy yuzga tashlanadigan источный свет. Key light deyishadi. Mana shunaqa svet qo'yilgan. Biza buni рисующий свет deymiz. Рисующий svetimiz bor xolos. Ya'ni kontravoy svet ham yo'q. Chunki kontravoy svet menga umuman tushmaydi o'z holatimga. Iloji boricha qo'yayotganingizda faqatgina bitta svet turi, ya'ni рисующий svet, orqadan kontravoyniy svet yokida orqa tomonga nowlight ma'mullar yoqib qo'yishdan ko'ra iloji boricha tabiiylikka e'tibor bering. Shu narsaga fokusingizni qarating. Va shunda siz ranglaringiz ham yaxshiroq kelib chiqadi. Oddiy holatda endi. Biz bu yerda qora material qo'yganmiz. Agar bu materialni olib tashlaydigan bo'lsak, o'sha tashqaridan tushayotgan yorug'lik meni yuzimni buzib qo'yadi.
Nuqa xohlasanglar ko'rsatib beraman. Xohlaysizlarmi yo'q, bu narsani man hal qilaman, chunki kadrda sizlar yo'qsizlar hozir. Buni bu yerga olib qo'yamiz endi yuzimga tushayotgan chiroqni ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni yorug'lik bu yoqdan o'sha tushishni boshladi. Oldingidek kadr emas. Xohlasanglar o'tkazib ko'rib, qaytarib ko'rib, test qilib ko'ringlar bu narsani. Xullas shunaqa o'rtoqlar, bugungi mavzuyimiz color grading oxirgi etapdagi kichkinagina bezak xolos. Sizni o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar, kompozitsiyalar, chiroqlar bilan ishlash и kamera настройкalarini to'g'ri bilish. Iloji boricha Reels'dan filmmakingni yoki videografiyani o'rganmang. Iloji boricha borib o'qib, yaxshiroq ko'proq kitob o'qib, shular orqali videolaringizni o'rgansangiz bo'ladi. Bu borada ketma-ketligini qanaqa o'rganaman, to'g'ri tushunishim kerak deb savol tug'iladigan bo'lsa, pastda sizga link qoldiramiz. Bu linkda o'zi ism, familiyangiz va sizda qanaqa muammo borligini yozib qoldiradigan bo'lsangiz, siz bilan adminlarimiz bog'lanib, men bilan bitta встреча qo'yib berishadi. U yerda sizni qilayotgan xatoyingiz yoki kamchiliklaringizni birgalikda razbor qilamiz. Hammaga rahmat, charchamang.